Ah, nechta yuzing bor, nechta yuraging bor. Hoziroq gapir Ayaz. Sen uni mendan o'g'irlading. Sen meni ishonchimni, tayanchimni, meni bor-budimni mendan tortib olding. Endi nima qilyapsan? Sen oilamni o'g'irlayapsan, oilamni. Men senga nima qildim? Ayt, seni sevishdan bo'lak nima yomonlik qildim? Ayt, senga nima qildim? Menga bunday yuz bilan qarama. Bularga qanday erishgan bo'lsang ham senga faqat uqubat keltirsin. Meni oxirgi tilagim shu. Feruza, menga ham oson emas. Ishon, hozir qarshingda turish men uchun ham oson emas. Sen jazo olishga tayyorman demoqchimisan? Feruza, men uchun ko'z yoshlaringdan ortiq jazo bormi? Ha? Bilasanmi, Ayaz? Nega meni sensizlik ado qildi bilasanmi? Menga eng ko'p azob bergan narsa umidsizlik. Boy berilgan ishonchim meni tugatdi.